Assalomu alaykum YouTube obunachilarimiz. Sizlarni 2025-yilda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Anchadan beri sizlarga do'konimizdan to'liq ravishda obzor qilib bermagan edik. Mana xudo xolisa bugun sizlarga do'konimizdan full reportaj davom etadi o'rtoqlar. Xudo xolisa sizlarga barcha mahsulotlarimizni ko'rsatib chiqaman. Kimga barber kreslolari, salon kreslolari, salon uchun bosh yuvish moykalari, teleshka, pufiklar va boshqa mana shunaqa salon jihozlariga oid bo'lgan narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizning do'konlarimizga tashrif buyurgan holatda yoki onlayn dastavka qilish orqali buyurtma berishingiz mumkin. Podpiska bosib, like bosib qo'ygan bo'lsanglar, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsanglar, unda boshladik. Ismim Sarvar, sizlar bilan tanishganimdan xursandman. Xo'p, o'rtoqlar, birinchi navbatda pastda nomerlarimiz sizlar juda ham katta assortimentda nima so'rasanglar topib bera olamiz. Salon sxemasiga oid bo'lgan kreslolarda 30 xildan ortiq assortimentimiz bor. Shularning 15 xili barber kreslolar bo'lsa, 15 xili salon kreslolari bo'ladi o'rtoqlar. Ko'ryapsizlar, assortiment zo'r. Qora kreslolar ham bor. Tillarang kreslolar ham bor, qizillardan ham bor o'rtoqlar. Barber kreslolarining assortimentini ko'ryapsizlar, juda ham katta assortimentda. Lagallari ham sifatli bo'lgan, ko'jalari juda ham sifatli bo'lgan, har xil turdagi modellarimiz bor o'rtoqlar. Narxlari o'rtacha narxlar barber kresloga $500 boshlanadi, $870 bo'lgan assortimentlarimiz bor. Ko'rayotganingizdek, assortimentlar juda ham ko'p. Mana bunaqa narsalar ham tayyorlatib qo'yganmiz sizlar uchun maxsus kartinkalar o'rtoqlar, juda ham sifatli, yaxshi narsalar. Salon kreslolarimiz ham bor. Jenskiy salonga ham, murskoy salonga ham har xil turkumdagi juda ham zo'r bo'lgan kreslolarni sizlar uchun tayyorlab qo'yganmiz o'rtoqlar. Ko'ryapsizlarmi, juda ham chiroyli zo'r narsalarimiz bor o'rtoqlar. Tillarang deysizlarmi, stalnoy deysizlarmi, qizil deysizlarmi? Yashillardan ham bor o'rtoqlar. Eng yaxshi, eng sifatli Xitoy firmalaridan mahsulotlarimizni olib kelamiz. Xudo xolasa juda ham zo'r narsalar bor. Mana bemalol ko'raverasizlar. Mana bu yerda ham assortimentlarni zo'rlari bor. Kresloni sifatlilaridan qo'yib qo'yganmiz. Murskoy jenskiy salonga universal tushadigan, birdek tushadigan zo'r kreslolarimiz bor o'rtoqlar. Mana bu yerda ham zo'r narsalarimiz bor. Undan tashqari moyka kerak bo'ladigan bo'lsa sizlarga bosh yuvish uchun salonlarga Murskoy jenskiy salonga hozirda birdek qo'yilayotgan mana shunaqa variantlarimizdan bor. Ko'rayotganingizdek, juda ham katta assortimentda, xudo xolasa, sifatlari ham zo'r bo'lgan variantlarimiz bor o'rtoqlar. Xo'p, ketdi, dalshi davom etamiz. Bu yerda ko'rayotganingizdek, yana moykalarimiz bor. Yangi moykalarimiz ham bor, BU moykalarimiz ham bor. Bizda lekin asosan yangi moyka sotiladi o'rtoqlar. Yangi mahsulot kerak bo'lsa, bemalol murojaat qiling. Xo'p, bu yerda suxajarkalarimiz bor. 5 xil assortimentda ko'rayotganingizdek, bu sochchi kraska qilinganda yaxshi singishi uchun, undan tashqari sochchi jingalak qilish uchun yordam beradi o'rtoqlar. Ko'rayotganingizdek, juda ham zo'rlardan bor. Xo'p, undan tashqari bu yerda pedikurni kreslolarimiz bor o'rtoqlar. Ko'rayotganingizdek, pedikurni kreslolarning eng full variantlaridan olib kelib qo'yganmiz. Sochiq sterilizator apparatlaridan bor, kushetkalari har xil turkumlardan bor. Parachistitlar, undan tashqari lampa lupalardan bor. Mana bu kushetkalarning assortimentini qaranglar. Juda ham katta assortimentda xohlaganingizdan qilib beramiz. Narxlarni ham kelishtirib hamyonbop narxda qilib beramiz. Xo'p, mana bu mashinali kreslolarimiz bor. Mashina detskiy kreslolarning assortimenti katta, ko'rayotganingizdek, juda ham zo'r. Bular yerda ham yuradi, zavat ham bo'ladi, ustiga bollarni o'tkazib, sochini ham olsa bo'ladi. Zavat bo'lishlariga e'tibor beramiz. Buniki elektriskiy, buniki mana gelik. Voy. Ovozlarni qaranglar o'rtoqlar, bularni juda ham chiroyli ovozda qilib qo'yilgan. Undan tashqari o'rtoqlar, bu yerda make-up stullarimiz bor. Ko'rayotganingizdek, rejissyorskiy stul ham deyiladi bular. Tachirovka o'chiradigan apparatlarimiz bor bu yerda. Undan tashqari sterilizator apparatlarimiz bor. 4 xil assortimentda, graduslari 250-220 gradusgacha bo'ladi. Mana bu mebelga qotirish uchun yoki devorga qotirish uchun fen postavkalar bor. Bemalol bilan devorga qotirib qo'yib, feninglarni solib qo'ysanglar bo'ladi. Teleshka kosmetologiyskilarga ahamiyat berib qo'ysanglar bo'ladi. Juda ham katta turkumlari bor. Undan tashqari yer uchun fen postavkalar bor, pedikurni podnoshkalar bor. Ko'rayotganingizdek, juda ham sifatli, katta qilib ishlangan Xitoy mahsulotlari. Teleshkalar bor, yordamchi, ya'ni fen qaychi tarolarni solib qo'ysa bo'ladigan va boshqa instrumentlarni solib qo'ysa bo'ladigan, uyga ham qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Salon, sartaroshxona, barbershoplarga ham mos keladi. Assortiment katta, buni ham 15 xil assortiment bor. Juda ham katta assortimentda kolorist teleshkalari bor, kraska teleshkalar bor o'rtoqlar. Ko'rayotganingizdek, undan tashqari
o'rtirib ishlaydigan yordamchi pufiklarimiz bor o'rtoqlar. Buni kassaga qo'yishyapti yokida o'sha barber shop salonlarga yokida manikyur pedikyurlarga ham qo'yishyapti o'rtoqlar. Assortimentni ko'ryapsizlar. Bir 30 xil assortimentda pufikimiz bor o'rtoqlar, ko'rayotganingizda juda ham katta assortimentda. Undan tashqari o'rtoqlar oynalarimiz bor, ko'rayotganingizda bunisi yumaloq, bunisi dumaloq va to'g'ri to'rtburchak shakldagi oynalarimiz bor. Xitoy oynalari hozirda mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsanglar, oyna mavjud. Undan keyin oynalarimiz tugab qolishi mumkin, chunki juda ham tez ketyapti. Xitoy oynani o'zi bilgan biladi. Ichida LED lampalari bor, ichidan o'sha oq svetlar yonadi mana shundan o'rtoqlar. Juda ham zo'r oynalar bular, sifatli oynalar. Undan tashqari mana bunaqa elektriskiy kushetkalarimiz bor. Bu kushetkalarimizni ba'zi bir dentistlarimiz xarid qilishyapti. Undan tashqari salon ishlari uchun xarid qilsanglar bo'ladi. Undan tashqari soch ekish uchun ham xarid qilayotgan mijozlarimiz bor. 6 ta motorli, 4 ta motorli shunaqa elektriskiy kushetkalarimiz bor o'rtoqlar. Xullas bir so'z bilan aytganda, juda ham katta assortimentda salon narsalari kerak bo'ladigan bo'lsa, Optim joyiga kelaverasizlar. Birinchi qo'l narxda qilib beramiz, xudo xolasa. Nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasi o'zimizda muhayyo, o'zimizda topiladi o'rtoqlar. Sizlarni hammanglarni do'konlarimizda kutib qolamiz.